aytganim u Umr aytdiki, mana shu inson bo'lsa gaplashaman, ishonganim dedi menga. Ha bo'pti, mayli farqi yo'q. O'sha bu bratni yoniga men bir o'zim boraman. Birov bilan bormayman. Mana boraman 4-5 soat o'tiramiz birga, o'ziga uverim bo'lgandan keyin kelsa, men bilasizlar xarakterim, birovda bormayman, boshqa men o'zim boraman. Mana bratni ko'taringlar ham, palabon agar gaplashgan bo'lsa, ke desa chiqib borsanglar bo'ladi. Endi biza so'ksa qaytarib so'kib, endi biza o'rganib ketganmiz. Endi bu Sardor oddiy so'kmaydi ham, birovga o'zi tegmaydi ham. Agar so'kkan bo'lsa, bir ko'rishsanglar bo'ladi. Telefonni o'chirib qo'yilgan. Ha, endi u menimcha kelmaydi aka, sizda ham oldingizga kelmaydi. Keladi, chaqirsam keladi. Quloqdan tortib kelamiz kerak bo'lsa. Muammo emas, uni chaqirib olish muammo emas. Prosta telefonni ko'tarmayapti-da. Men uyini bilmayman-da, uy qayerdaligini. Buxorodanligini bilaman, lekin uy qayerdan toshini bilmayman. Endi bitta situatsiyasida aka qarang, Zik bilan ikkalasi haqiqatan ham urushgan deysiz, narsa deysiz, Zikda ham tarafini olmayman. Zik ham mana shunday xarakteri, kim bilan urushsa, o'shani o'zini polibom adresiga gapiradi-da, lekin mana shu bilan urushgan payt qandaydir millatchilik qilib ketadi. Sababi aka Zik bilan tortishib qolgan payt qayerdadir bu ko'rib qolib, kimdirlar bilan oldiga borgan payti Zikni oldiga Tojikistonning bayrog'ini ko'tarib boryapti aka. To'g'ri qilig'imi endi bu? Unga ham ana shunday joylari o'tib ketganligi uchun u ham ana shunday qarab turmaydi-da, katta odam. Zikda ham tarafini olmayman, tilayman, to'g'ri, lekin Zikda ham mana shunday qilib oldiga boshqa davlatning bayrog'ini ko'tarib, O'zbekistonning hududidan unday qilib razborchilik qilib borganligi uchun Zik ham ana shuni xushlamaydi, pamoyim. Menimcha shunday. Yana ham bilmayman. Uzr so'ragan-ku. Mana shu nima ko'lmi nima bor-ku, shu mahalladoshlarimiz shu rayonni so'kkan. Yo'q, rayon aka qarang, Xorazm, To'rtko'l, Shovot degan joylarda endi men bormaganman, lekin men eshitdim, u bitta mahalla emas, u aka bitta respublikani so'kib yuborgan pidaras. Chiqib uzr so'radi, videosi bor-ku uzr so'raganini. Uzr so'raganini lekin ko'rmadim. Men aytdim, "Men shu yerda uzringni so'ra, sen noto'g'ri gapiribsan" dedim. Men oldimda ham uzr so'raganini so'ramadi lekin aka. Xorazmdan kechirim so'ramadi. Videosini qo'ygan. Xorazmdan normalni bolalar bor-ku. Xorazm bunday gap yetib o'tiradigan odamlar emas, normal odam. Bilaman, oddiy asli Xorazmda so'kkan aka. Men videolarini men o'zim ham qo'yib qo'ydim-ku keyin. Ko'ringlar, bilat bu pidarazna yaxshi ish qilmagan deb. Boyaman shu videosini qo'ygan, lichkasiga qo'ygan videosini ko'rdim. Uzr so'ragan. Hammasidan uzr so'ragan. Hozir telefonni ko'tarsa uzr so'rartirardi. Unisini ko'rmabman lekin. Prosta Sardor aytmoqchiki, yuzma-yuz ko'rishaylik aka demoqchi-da. Banga farqi yo'q, men aytayapman-ku, telefonni ko'tarsa, men chaqiraman oldimga, Sardorga ham aytaman, keling Sardor deyman. Bu muammo emas. To'rtko'l Qoraqalpog'iston Respublikasi deyapti. Qoraqalpoq ekan, Zikka taalluqli ham emas u joy. Men u o'ziga verim bo'lmasam, bunday qilamiz. Qarang, Ramzi, biz boramiz, prosta o'tiramiz, to'rtta chaqchaq, 4-5 soat o'tiramiz, verim bo'ladi o'ziga. Mana sizga ishonayotganda, chunki boya u so'kkandan keyin ham Dilshod aytdi-da, sen noto'g'ri qilding, buni so'kib, yaxshi ish emas, dedi ham. Yo'q, men ishonaman, ishonganim bu chaqiraman deb u siz chaqirib keldi. Boya men o'zim o'qidim, siz kelgandan keyin Sardor sen bilan gaplashadigan odam keldi deb yozdi, sizni atmetka qilib. Prosta sizga ishonarkan, men boraman, prosta o'tiramiz, o'zimiz gaplashamiz. Men bir o'zim boraman, urush janjal nimagadir bormayman. 100 minut, shunday 5 minut prosta gaplashamiz uni. Birga bo'lamiz, o'tiramiz, chaqirasiz, birashkasiz aka, shunday 5 minut gaplashamiz, chaqchaq aka-uka bo'lib ketaveramiz. Telefonni ko'tarsa deyapman-ku, mana men xohlasangiz nomerni ham beraman. Ortiqcha hech qanaqa gap yo'q bunday. Hozir birovda birov urib bo'ladimi? Zamonda qarang, so'ksangiz qamab qo'yapti, urib bo'ladimi hozir birovda? To'g'ri.
Bu aka ham yaxshi aka ekan, panatkasi yaxshi ekan, undosh yaxshi odam ekan. Ha, shu boya gaplashgan paytda aytdim, bo'ldi. Gaplashib oldik-ku. Bu harom bachchani qarang-da, mana Telegramga ham, aka Telegramga ham, Telegram'i sizda bo'lsa, Telegramga Nikiga qarang-da akajon, Nikiga nima deb yozib qo'yibdi haromi. Undan keyin misol kim bunga qanday qilib umrda murojaat qilar aka, Mugat deb yozib qo'yibdi. Aytyapman-ku boya. Unga vahshiy e'tibor bermaslik kerak. Chorniga tiqish kerak. Obro'ga putur yetmasligi uchun. Chorniga tiqib o'zimizni yo'limiz bilan bo'lishimiz kerak. Keyin unga kim ismini aytib murojaat qilar, o'sha nekini aytadi talabay odam, to'g'rimi? Ya to'g'ri-yu, lekin nikni aytish u yerga Mugat deb yozilgan deyapsiz. Mugat deb yozib qo'yibdi aka, Mugat deb yozib qo'yibdi. 11 deb yozib qo'ysin yo bir boshqa deb yozib qo'ysin aka. Mugat deb yozib qo'ygandan keyin Mugat deb gapirsa, keyin sizlarga ham tegib ketadi aka. Shunday deb yozib qo'yibdi aka. Neki mana Telegram'i mana menga yozgan, o'sha kuni nima gap deb yozgan, xuddi bir razborchida nima gap deb yozgan ekan, men yozmaganim atvet. Mana neki Mugat turibdi aka. Keyin Mugat deb gapirgandan keyin sizlarga ham tegib ketib qoladi, qandaydir tomonlama. U pidaras o'zini ismini yozib qo'ysa bo'ladi-ku. O'zini otini yozmaydi dalbayo. Men ham hozir o'zbek deb yozib qo'ysam, aka kimdir menga o'zbek deb so'ksa, keyin butun o'zbeklar tegib ketadi. Ana shunday gap bo'lyapti-da hozir bu yoqda. Bo'ldi, buni ham hal qilamiz. U nekini shunaqa qo'yib qo'ygandan keyin mana o'ta yomon, to'g'rimi yo noto'g'rimi? Buni og'ziga sikaman, bu biradga men davno aytdim, bu kishi menga keyin ushladi. O'ta yomon dedi, sen Ali bilan zo'r, Sardor bilan zo'r. Shular bilan bitta menga sviyaz qil, unday bunday. Keyin men Alini WhatsAppga telefon qildim, bu kishi uyimga keldi. Men dedim, Ali dedim, mana bu kishi keyin Ali bilan chaqchaq qildi. Keyin mana men dedim, aka dedim, Sardorning WhatsApp'i yo'q lekin menga. Lekin biron marta Ghostiga biron kun ko'rish qilay dedi. Men ko'rsatish siz bilan chaqchaq qildirishdi. Mana shu Biratan noto'g'ri tushunganda men shuni tushuntiryapman biratga. Aka ham to'g'ri aytayapti. Bir tomondan millatni hech qanday qo'shishga hech kimda haqqi yo'q. To'g'ri aytayapti aka. Prosta u nekini shunaqa qo'yib qo'yganligi uchun biz tushunmasdan nekini gapirganmiz, akaga bo'ldi. Unga o'zi tamom biz videochilar o'yin qilmaydi. Yana bitta ikkita itbachalar bizdan bor-ku. Non namagini yeyib dasturxonga ko'tini artish qilgan. Ular ham och bo'lib yuribdi. Ko'rdim. Video qilib, o'ziga o'zi video qilib, hamma so'kib, po'kib. Mana shuncha video qo'ydi, birorta video qo'ymadim. Chunki men oldindaman, men ular bilan ishim yo'q. Men daqiqaga o'zimda 4-5 ta video, 4-5 ta video qo'ydi. Mana bironta video qo'yganim yo'q. Bir marta meni yomon so'kib chiqqaniga shunday bitta gapirish qildim, shu bilan pizdez bo'ldi. Atpiska qilib og'ziga sikib tayladim, tamom. Tamam. Men ham video qo'yganman. Rafalar bilan o'yin qilyapman. Aqbala bilan o'yin qilyapman. Rafa bilan, Aqbala bilan, bitta ikkita uruslar bilan o'yin qilyapman. Rizqimni terish qilyapman, tamom. Shunisi qulayda. Nima qilsam obro'yim. Yana bitta ikkita kalamushlar kelib meni tomosha qilib o'tirish qilyapti. Akalar, opalar, xalq sizlar ham bitta narsani eshitib qo'yinglar. Mana shu o'ta yomon bilan ko'p gaplashgan paytlaring ko'rib qolyapman. Qaysingda gaping bo'lsa, o'zi bilan diviziyona qilganda oilasini, xotinini so'kmanglar. Ishlaring bo'lmasa xotini bilan. Yaxshi narsa emas u erkakni xotinini so'kish. Eng yomon narsa. Kimdir tushunmay qilyapti-da, u juda uni savol javobi og'ir, unga javob bera olmaydi. Mana telefondan gapiryapti. Birinchi gapim. Mana bu, mana eshit qiling. Mana Ramzi aka. Men mard bachcha. Siz meni bilish qilasiz aka. Qanaqa bilan yurish qilaman. Mani kilom 35 kilo bo'lsa ham javob beraman-da ko'p daskalarga. Siz bugun yo ertaga mana bu Sardor keladi, Sardor aka, mana bu Ali
sigor bilmadim bu jo'ram bu. Jon jigar bu. Bular ha keladi, bu mehmon pehmon hammasi chotki. Men uyimga Alini uyiga burish qilsam, Ali pizdes mehmon qiladi. Meni uyimga kelish qilsam, men Alini shunday taylab qilmayman. Birinchi gapim shunday umurni ko'rish qilaman-ku. Birinchi shu bitta videom bor. Mana bu u telefonimga video hozir so'kkan videom bu. Mana buni men shunga ko'rsatish qilib beraman. Agar abasnavat qilmaydi-ku shu gapiga. Shu zuvonni terib olaman. Mana bu videoni o'zim qo'yib beraman. To'xtang, o'zim video qo'yib beraman sizga. Yo, noto'g'ri narsa demoqchiman-da. Oddosh to'g'rimi yo noto'g'rimi? U juda og'ir narsa, u savol javobni qilolmaydi, aqliga emas. Unda endi misol birovni bilan urushib qolsa, mayli endi 1.5 erkakchilik baloncha pistoncha desa u boshqa-yu, lekin unda xotinini so'kib, xotiniga yopishish yaxshi narsa emas. Libo erkakda aql yetmasa ham, kuchi yetmasa ham bitta 30 santimetr, 20 santimetrlik pichoq bor-da liboyda. O'zi onangni deb so'kkan erkak normal erkak emas. Buni xotinidan so'kishyapti-da, buni xotinidan so'kishyapti, yaxshi ish emas u. Bu xotinini olib chiqib efir qildirib qo'yayotgani yo'q. Xotinini olib chiqib mana bu yerda battle o'ynattirib qo'yayotgani yo'q. Bu misol endi TikTokdagilar uylanmaydi degani emas-ku, uylanadi bu erkak ham to'g'risi. Shunday. O'zini hayoti xohlaganida Chaqirish qilsa men unga ko'rsatish qilaman. U вообще Samarqandga ham nomdor qo'y Ramziy aka. Samarqandga qachon keldi? Shu oxirgi marta. Nomada suka kelgani yo'q. Вообще kelgani yo'q u Samarqandga. Samarqand kelgani yo'q bo'ldi. Bir marta kimnidir oldiga Alisher akani oldiga ham kimnidir akani oldiga bir bordik deb videolarini ko'rdim, lekin o'tayman. Men undan xabarim yo'q to'g'risini aytsam. Lekin Namidonim. Zohid borku Zohid. Bu kishi Zohid bilan ikkalasi video qo'ydi. Samarqandamiz, mehmondamiz deb videosini bir ko'rdim, lekin o'sha payti endi unga ham bir ancha bo'ldi. Ancha bo'ldi. Lekin mana xabarim yo'q. Gazni bo'z, tamom. Gazni bo'zsan tamom. Gazni tepyapmiz biz, gazni dakansa tepamiz. Tamam. Bu Sardorni oyoqlari yopishib qo'ygan gazga. Gazni bo'z. Bizda torimiz yo'q, Ramz aka, bizda torimiz yo'q. Shunday. Men Xudoga shukr, Allohdan so'raganimni Alloh yetkazdi menga. Allohimga hamd bo'lsin, alhamdulillah. Sardor torimizni oldirib tashladik-ku. Torimizni oldirib tashlaganmiz, torimizda o'zi yo'q. Davom oldirib tashladik torimizni. Aliga deyaptiki, Ali deyapti, taxoni ko'rsatish qil. Ali taxoni ko'rsatish qiladi. Bu ham kun tepoxuy, bu ham jindi. Lin 9'ingni ko'rsatish qil deyapti. Bu ham ko'rsatish. Laboyni sindirish deyapti. Bu deyaptiki, gapi yo'q, laboyni sindirish qiladi. Sen bitta Nexia jindini ko'rsatish qilgan. Bu deyaptiki, bo'ldi, men laboyni sindirish qilaman. Sen bitta kalsonga bitta nimani tiq deyapti. Mex dedimi, nima dedi o'zi? Hani sen uxlik qilyapsanmi? Kunte. Eshitmayman. Sen nima deding? Baloningga nima tiq deding? Mix. O'ziniki ham emas ekan, Kunte. Boshqa joyga topib, boshqa nima O'zakani Captivani laboyini maydalab tashladimi, sindirib tashladimi? Parchalab tashladim. 5-0 yutdimmi, 4-0 yutdimmi o'sha kuni? Alini deyaptiki, buruq nima dedi? Uruq aymog'ingni bunday qilaman, unday qilaman. Nimaga? Sen meni basharamga sherni urush qilyapsan. Seni ko'tingga sherni urush qilaymi deyapti. O'z akalarimni chaqirish qilaman deyapti. Daljodaga shu akalari hech sizni yutmadi. Bu nima u? Sizga qarab faqat shu akalarini bino qiladi, problema qiladi. Yo, sal ursak akalarim dedi. Men aytdim, dedim, xotin olsang deb akalarimga ham chaqir dedim.
Demoqchimanki, necha marta to'g'ri kelgan paytda lopaga necha marta yutdingiz-da? O'sha kuni ham yutdingiz, oxirgi marta 5 ta she'r otgan paytda 280 ka bilan yutib yubordingiz. 1 sekundda. Akalar ham tugamat akalarni sharmanda qilib yuribdi hammaga. Hammasi sharmanda qildi. Ular ham ozgina o'ylab ko'rsa o'zi dinni qo'yda boradi. Ali, men senga boya nima deyish qildim. 4-5 ta küçük bachchalar qorni och, bitta cho'ponni topish qilgan, cho'pon bir burada non yundi beraman deyish qilay, 4-5 ta küçük bachcha chopadi onayni ko'tiga sikaylar. Yana yundini yeyish qiladi, yana kelish qiladi, 4 kun 5 kun tema qilib yurish qiladi. Dilizod aka, sizda xabaringiz yo'q anchadan beri aka. Vobshe anchadan beri xabaringiz yo'q. Garochi qachondir kiradida biron yarim shu sunnat aytganda bir anov beradi-ku, yuvindi. Ertasi kuni qarasangiz haromlarni 10 tasi bo'lsa 10ovi ham bizdan so'kib video qo'yadi degan. Tavba qilib. Jiddiy bo'laman ko'rib. O'rang sizga nima bular nima bunday qiladi deyman. Hayron qolaman-da. Baloga Aka. Baloga qolgan kim? Yana baloga qolgan Sardor deyman. O'ta yomon pirachom, hayron qolaman. O'ta yomon rasmini qo'yib chiqib, o'ta yomonda ham gapirib so'kib chiqadi. Men ham ikkalamiz ham video ham qilmaymiz, ikkalamizda ham bular bilan ishimiz yo'q-da. Yana nima deydi? E'tibor berma. Bizani deydi, g'iybat qilayotganlar deydi, sizlar deydi orqadasizlar. Biz gapirmaymiz ham-da, biz vaqtimiz yo'q ular gapirgan, to'g'risi-da. Ramzaga misol, aka men stream otsam, aka har kuni Xudoga ming qalla shukr, aka men 500 ga olmasam bir 20 ta she'r olmasam o'chirmayman-da, aka bir 2 soatda 20 ta she'r yig'ib chiqib ketaman. Sardorjon, Jimgina ishimni qilib har kuni Xudoga ming qalla shukr, har kuni shunday-da, lekin pidarazlar bir haftada 10 kunda 15 kunda qandaydir adashib bitta mana sunnat aytganda yuvindiga o'xshab bitta she'r olib qo'ysa, ertasi kuni chiqib bizani so'kib video qilar aka. Hammasi. Mana hozir shunday o'chish qildim. 12 ta she'r olish qildim-da Sardor. 12 ta she'r olish qildim. 2 ta Ali urush qildi, 9 ta bitta Tojikistonlik urush qildi. Ko'tiga skip tayladi. Shunday chiqdim. Uje mani videom chiqqan. Onayinizga nimaga bunga urasizlar? Buni bilagadarni unday bunday. Ibi onayini ko'tiga tobuchga chiqarib qo'ydi. 300 kadr. Uje mani videomni qo'ygan. Onayinizga qanaqa video ularga boradi, qo'yib qo'ymiyor. Tomosha qilib o'tiradi hammasi. Men uxlabman, sunnat, men futbolni ko'rib uxlabman onasini ham. Sunnat. Vrachga salom alaykum. Sen bo'lsak bo'lmaydimi? Men ayron. Jindiyar. Ikkinchi slogini o'yin bo'ladimi deydi. Biza xohlasak birinchi slogini ham, biza xohlasak 10-chi slogini ham, biza xohlasak hozir ham, biza xohlasak обязательно ikkinchi slogini o'yin bo'lishi kerak emas. Xohlagan payt xohlaganimiz bilan o'ynaymiz, aqlimiz yetadi. Xudoga ming qalla shukr. 10 million desa 10 million, 100 million desa 100 million kilo urayotgan akalarimiz bor, puli ham bor, duxi ham bor, kuchi ham bor. Prosta netvoy urgan odamlar bilan bizning ishimiz yo'q. Urvinimizga teng kelmayotgan odamlar bilan biz guring qilishni xohlamaymiz. Joning omon bo'lsa, odam o'xtarib yurish kerakdi, bunday och onayni ko'tiga sikalar, och. U bilan o'yin qilayman. Men bir 2000, 3000 dollarimni bosish qilay, onasinizga odamlarga po'xu unday bunday. Och unaqa. Unaqalarga biz nom bermaymiz. Biz ishimiz yo'q, biz. Naq dedi, Kerimga odam o'xtarish qilib yursin, onayni ko'tiga sikadi. Yo, real nazizin, men akalarimni, misol mana Dilshod akam ham akam, donatorim, men akalarimni sostenasini hamma biladi. Men Lubo paytda men mana palonchi kuni batilim bor desam, kelib turib 10 milliondan urayotgan akalarim bor. Men hech kimga yutkazmayman men. Men distilni o'veraman. Prosta men she'rman bilad, itga bilad. She'rligimni isbotlashim kerak emas. Shunday. To'g'risi-da. Men hali qattiq ishlarim bor. Men ikkinchi slokini vaqtim bo'lmaydi. Men chimildiqda bo'laman ikkinchi slokini.
voy billa nima gapi yo mana Yerda qimirlatayotgan bo'laman men. Onasini ketiga siska. Ali. Ha. Ana shu og'ziga siska tepaga mana olib chiqish qilasan. Shu o'zirani menga ko'rsatish qilasan. Bitta shu onasini siska. Olmuş 6 etajmi, olmuş 8 mi nechi uy etajni ketiga olib mana. Ustiga suv borku, ana shu suvga men bitta cho'milish qilay. Onasini ketiga siska. Qayerda? Tamam. Ana shu mushi haqiqiy ishda, mushi haqiqiy. Ama raketani tepasiga. yo'q bana Demaymish. Raketani tepasiga onasini ketiga siska. O'zing bilan bitta parashyut ham olgin-da. Sunnat. Raketani ustiga o'ziga siska. Ali aka, assalomu alaykum. Akajonim zo'r bo'lsiz. Bo'lish Dada qiladi. kelyapti. O'ta yomon 156-qavatga chiqdim. Shunday yerga qaradim. Xuddi mana yerda ustida yana bitta qoplama bor ekan. Undan ham tepadan qarasang ko'rinar ekan. Yerda qoplab turayotgan bulutga o'xshagan bitta qoplama bor ekan. Ana shu qoplamasini ko'rdim tepaga chiqib. 156-qavatga chiqib ko'rdim. Bitta ana Shu she'ri qanday bo'ldi, Sardor? Nimasini aka? Shu she'ri qanday bo'ldi? Aka tasavvurlab bera olmayman. Vapshe nerealni chiroyli aka. Atmosfera. Juda atmosferasi chiroyli. Voy bilat, mana o'ta yomon shuni aytayapti, pannoyim chiqaman deb. Ali bila. Tamam. Kutum bo'lmani ukli qilyapsanmi? Yotmayishdi. Tamam, bo'lish qilamiz onasini ketiga. Tamam. Yana nima deyish qilyapti? Bu o'zi Sardorning denuxasiga Ali o'ta yomonni olib borish qildi, unday qildi, o'ta yomonni magazinga olib kirish qildi, o'ta yomonga magazindan narsa olib berish qildi, o'ta yomonga polni formada edi, o'ta yomonga pul beradi, o'ta yomon Alining. Ali jo'resh. O'ta yomon Video qo'ygan-ku, videoni shunday qilib qo'ygan-da, odamlar shunday o'ylaydi. O ne u o'zi biz bilan borgib, biz bilan shu kuntalar bitta ikkitasi Dovdasga video qilib qo'ygan. Bir og'zingizga. Sunnat, qachon bormoqchisizlar? Yaqinda xudo xolasa. O'ta yomon. Ho, degan O'ta- bilan bormoqchilar. Ramz aka o'ta yomon Dubayga kelsa kayf qiladi-da bu. Shunaqa kayf qiladi, boshqacha kayf qiladi-da bu. O'zi zarishonida. Mazza qiladi bu Dubayda. Ke sveta muzika ishlo maramat kuni. Shu bilan Aliga ham shu Sardorga ham mehmondo'st bacha Luboy bilan dasturxon o'chi men bilan bir marta u bu yerga kelganman u yerga. O'ta yomon shunday kelish qildingmi? Sen kuchingni bizlarni zaybat qilma. Ma Dovdaskan, ma sigareting, ma peyvan tamom. Hayda bu yerga. O'g'ziga sisgan. Oddash bu ham yomon ulfatda bu ham, oddash. Bu o'ta yomon ham o'ta ulfat bu ham. o'zimiz bir o'tiramiz yig'ilamiz inshaalloh. Xudo Nasib bo'lsa. Bir Dubayga yig'ilib kelinglar, bunaqa o'yin, ish-pish hamma narsani unutib, bir 2 kun, 3 kun bir maza qilib gulat qilamiz, dam olamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa boramiz. O'tiramiz, o'ta yomon bilan. Dilshod aka ham ulfat, lekin bunday qo'shilmaydi. Yonboshda o'tiradi, tomosha qilib, endi o'ynab. Bu boshqacha kayf qiladi bu. Durust qara. Uxli qilyapti bu kelish qilmaydimi Samarqandga dindagi gazga men bir aynalarish qilaydi. Samarqandga anoni chaqir, bachoni chaqir boradi. Kelmaydi bu Ramzi aka prosta
u aytish qiladiki, u o'zi eshit qildi. Man javob beraman. Ramzi aka просто mana bu dovdaska, setka, petka dovdaska-ku, gapi ko'r. Aytish qildiki, уже man bu Sardorni so'kish qilgan, Ramzi aka mana arqamga o'zi unda ha bo'ldi. Bu Sardor yo boshqa yo man urush qilmaymiz, просто. Litso bitta kola chaqiq qilamiz, tamom. Kola zo'r chaqiq qilaman, u bilaman. Baxt aka, rahmat akajon. Ramz aka ham yaxshi gapirdi. Men o'zi bittada odamni qandayligini bilaman. Yaxshi bir tushungan odam. Birosta buyog'am aytayaptiki, uni deb bizni millat qandaydir so'kish bo'lmasin. Bizni millat so'kib, bir ikkita yaxshi insonlar ko'ngilni ortmaylar deyapti, to'g'ri aytayapti. Lekin u pidarazda ham tilini yig'ishtirish kerak edi. U indamay biladi. Men unga chiroyli qilib tushuntiraman. Vahshiy chiroyli qilib tushuntiraman. Uni gazini bir berish kerak uni. Odamni yomoni bo'lmaydi. To'g'ri. Odamni yomoni bo'lmaydi. Shahob qayerda oddash ko'rinmaydi. Shahob bilmayman, uylangandan keyin ko'rganim yo'q. Ha, Shahob ham kunte bo'lgan. Kunte u. Kunte bo'lgan ya. Yo'q bo'ldi u kunte. Bir chiqadi naxo ichib, ey u deb. San uchun biror kishi yaxshi bormi? Man Ali Shoh patron Shavobni uyiga borish qildik, pizdez eshitdik ama. Nima Shoh patronni gitarasini simini urush sindirdim naxoy. Mas bu sigovmani bitta shampunni olish qildim. Eldirish, qoldurmi, xuy. Biza Shahoblar bilan ko'p o'tiraydik, shu uylangandan keyin ko'rinmay ketdi, u ham to'g'ri aytayapti buyog'am. Ha, uylangandan keyin. Yo'q bu. Oxirgi marta shu Shahobni to'yida borib bir tabrikladim mikrofonni olib. Bir borib tabriklab narsa qilib keldim to'yda. Sardor, Oga. sportga ham qiziqasizmi? Da qiziqaman aka. Bugungi boyni ko'rdingizmi? One Championship'ga bo'ldi-ku, bulung'urlik samarqandlik bola Avazbek Xolmirzayev. Qaysi turnirda? MMA'da One Championship'ga bo'ldi. Kamarni olib keladi, xudo xolasa Kamarni oldi-ku, yig'lash qildik-ku, doim to'lashuvga manga yarishdi deb. U manaqa shopo emas u shunaqa kattalar urush qiladi-ku. Sportsmen u. Unisini ko'rmabman. Bugun uxlab qolpa aka. Bugun shu futbolni ko'rdim. Mana bu Bobur aka urush qiladi-ku, Bobur aka qayerga urush qiladi? Qashqadaryolik Bobur akami? Qurbonovmi? Bobur aka urush qiladi-ku, Bobur yirtaman dedi-ku. Ha, u Boburmi? U hamma joyga urushadi. Hardkorga ham urushgan u. Oktagonga boshqa joyga urushadi-ya. Bugunlik chiqdi-ku, kamarni oldi. Bu One Championship'ga urushadi, Tailandda bu. Men shu boylarni ko'rib turaman, shu Oktagon ligani bir ikki ko'rgandan keyin Oktagon ligadan ko'nglim sovib ketdi onasini ham shu. Ko'nglim sovib ketdi Ramz aka, bir yaxshi bir normalniy bayslar turib, masqaravozlar chiqarib qo'yadi ku yoqqa. 2-mayga yana chiqadi bir ikkitasi. 2-mayga bo'ladi-ku. Neki man baxudo hech bachcha bo'lib ketish qilyapman. Kun ochilish qilyapman onasiniga. Ha, san chiroyli, sani ko'z tegmasin. Tfu. Salgina semirgin endi bari. 15 setka kuch quvvat beribdi-da. Ramzaka piles bachcha. Yaxshi bachcha. O'tayamonda birinchi Habibi degan bir samarqandlik opamiz menga telefon qilgan. Короче, mana bilan battle o'ynadigan. Kirganmanda battle o'ynaganman. Tovuq katakxona oldida o'tirgan bu plas. Orqada tovuqlar, xo'rozlar.
Men bunga gapiryapman. Bu dalboya meni gapimda ikkinchi telefondan kimdir bilan gaplashib, bu nima deyapti deb tarjima qilib menga qaytarib gapiraychi dedim. Baxdo man asku Sardor Baxdo mana Ali mani hayotimni ko'rish qilgan. Kelish qilgan uyumdan shunday Dovdaska mana bu Ramziy aka mani kichkinachigimdan bilish qiladi. Man Allohga ming marta rahmat, lekin tashakkur. Man pizdes o'ylaganman katta bo'lgan. Seryozni naturi man Anasi narbadi sunnat. o'nikka pizdes man biladi nima qilib bo'lgan. Shunaqa Dovdaskamga man o'zim borku. Kayf qilyapman. Shuni ish qildim. Gazini bos. Hammamiz uchun olib qo'ygani bor. O'zi biladi qachon bo'lishini. O'ta yomonni shu tomdan tashlataverdim. Mana mevasini beryapti hosil. Sen bilan necha marta uyumni bilan buzish qilding. Endi ana shu uyumni ham sen birinchi buzish qilding. Ne oyna qo'ydi, ne pataloq qo'ydi, ne divan qo'ydi. Ne o'zi prinsipi borda, buzib to'g'rilaydi. Buzib keyin to'g'rilaydi. Remont bo'ladi. Bir kuni Sardor odosh battle o'ynaymiz deyapti. Abitdan keyin menga ulanib qo'yapti. Men boshimni chirab o'tiribman. Bosdim. Birinchi raundga bir nimasini sindirdim. Ikkinchi raundga yana nimadir qildim. Uchinchi raund tomdan tashlatdim. Onasini emsin, oyoqlar beligacha gips qilib kelganda bor. Hay pizdes bo'ldi. Oyog'i sinib ketganmi, nimadir bo'lib ketgan o'sha payt, tomdan tashlatgan paytim. Hay pizdes bo'ldi. O'shanda sinib ketuvdimi, nima bo'ldi, uziluvdimi? Pay mana bunday bo'ldi-da. Xayrli bo'lgan ekanda, chiqqan ekan. Ha, kun. Malades, gazini bos. Gazini tep. To'xtama. Torimizni olib tayla sen ham, torimizni olib tayla. Manga putolga gazovat qilish qilaman. Ikkinchi sloga man ham bitta nimaga kirish kerakda, biron joyga durbinchani olib zodga bo'lish qilaman. Sardor aytdi o'zini 100 million shot bo'lsa ham foydasi, ikkinchisiga hech kim bezovta qila olmaydi. 500 million shot bo'lsa ham menga qiziq emas. Ikkinchi slogini men yer qimirlatayotgan bo'laman. Hech kim qoldi ikkiga. Yeranda keyin. Burj Xalifasini kallasini uzaman. Ikkinchi slogan hech kim qoldi. Bugun necha o'zi o'tayapman? Bir tamam ertaga. Bugun 36 mi? 32 mi? Necha o'zi? 30 ekan bugun 2 kun qoldi. Videosi esimdan chiqmaydi-da. Oyoq gipis, oyoq belgacha gipis. Aka Ramzaga eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Sardor, men sen bilan revanch qilaman. Bugun 25:00 ga tayyor turdim qilganda. Bilan shu videoni ko'rdim. Ko'rdingizmi? 25:00 ga tayyor turib ko'rdim. 25:00 da tayyor turgan deb qo'ygan. Mana bu ham ko't, mana bu dindagi go'bi mana bu narkushi moda parvo Ali Kunte. Menga ham daxoya protiv urush qilgan, keyin jo'ra bo'ldik. Keyin dediki jo'ra tamom. Sulayman mana aytdi, protiv urush qilmayman dedi. Qiynagan ekan desani. Bizda lopimizdan kim chiqishdan qat'iy nazar solganmiz-da. To'xtamang. Bo'zi shunaqa. 25:00 ga o'yin qilaman. 5x5 O'mdey, Samarkandskiy o'tayamoncha, Gayguy. 5x5. Samarqanddan Fidya akalar ham yaxshi yuribdimi? Ha. Fidya akalar bizda akaxon bo'ladi, yaxshi odamlar ular. Fedya o'zi nima o'chish qilgan Osh. Samarqanddanmi?
O'sh o'tish qilgan. Meni ham bu yerda Dilshod aka taniydi. Meni oldimda ham 2 yildan beri Samarqandlik og'aynim bor. Bitta og'aynim bor. O'sha bilan yuraman. Og'aynim samarqandlik. Maydonamuna u Doston. she'rga mana bir marta dostonni bilish qilaman. Doston hamsuyaku mana injaba. Gagarindan. O ifedi kokoya güzel medon etmi? Ramzi aka koko asko asbash. Ha, fahmidan. Dina banki bilan gapirdik bizlar. Sardorni ukalari bilan. Elyor bilan ko'rishdingizmi? Ha, Elyor bilan bir joyga edik bizlar. Istanbul tog'o. Elyor zo'r bola ko'rdingizmi? Dostoyniy mujik. U bizlar подписка qilgan bir-birimizga gaplashib turamiz. Молодец. Eşim men boshqacha chiqqanman-da. Men boshqacha. Hammasi normali. Men to'g'risini aytsam, sunnatga ham aytgan edimda, mojid urushib qolaman u bolamni. Uni og'zi shalaq, birdaniga onadan so'ksa agar mojid urushib qolamiz deganimga, yo'q aka, undaqa emas. Ol to'xtay, vaqti keladi, men sizni chaqiraman, gaplashasizlar degan edi. Men so'kmaganni so'kmayman aka, tegmagan tegmayman. Gap yo'q, xuddi Xarakterim shunday. Sunnat. Oting qayerda ot sotayordingmi? Nimaga peshi men yangi bozorga nimaga sebzorga nimaga alafga yuborish qilgan. Alaf. Yaqinda yutda. Ha, Молодец. bitta zo'rini olish qildim men onasini siskaman, bitta ikkita uchta eshakchalar bilan yurish qilaman. Men onasini ikkiga sikay, bitta mashina olish qilmadim. Zo'rini olish qildim. Butun yaxshisini olish qildim. Sizlar tomonidan olib kelish qildim, Sardo. Otdim, kimni olding? Ne, aku egasini nima qilmayman-u, bu Qashqadaryo, Qashqadaryo. G'uzormi? G'uzor ekanmi? Bo'ldi. Men taniyman odamda. Qashqadaryo G'uzordan olib kelish qildim. Zo'r otlari bor ekan. Bilan uni eshit qilsang bilan aka-ukalari, ana $15,000, $20,000 samanlar chiqadi-ku, oq samanu, go'z samanu. Men bilaman, Men bilaman, aka-ukalar polvon, nima ismini bilaman, ismini aytsam nima taniydi. Bitta fermaga 4-5ta otlari bor, keyin mana bu o'rtasiga nimasi ham bor, ana shu yerda. Bo'ldi. Otlari zo'r odamni, chempion otlar boqadi, ha, bilaman. Shu yerdan olib kelish qildim. Молодец. Xo'roz urishtirishga boryapsanmi? Xo'rozga shu nimaga Panjakenga bitta yaxshi. Bu Ramzi aka ham xo'rozboz o'zi. Xo'rozbozlar azarti yomon bo'ladi bilan. Bu kishi ham xo'rozboz. Men dakin xo'roz boqaydim-da, urishtirayotgan xo'roz boqaydim uyda. Endi hozir bormi yo'qmi bilmayman. Bu kishiga ham xo'roz. Sardor, ishlar yaxshi bo'lib vatanga qaytsangiz aka bitta jo'jasi mendan. Nasib bo'lsa aka, xudo xolasa. Men qiziqaman. Bundaqa isqirt emas, zo'r. Bo'ldi aka. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Meni bir yaxshi aka xonim bor, borsam bir zo'r zotlar otdan beraman deb va'da qilgan. Borsam bir zo'r toy beradi menga. Buni ina medon etmi Ramzi aka? Aka ishki Kia? Sardora? Ne? Vodka. Ha? Vodka keyin kerma ker. O vodka u kakova? Ana shu vodka bilan pizdes bu. Vodka brachka-ku. Meni zo'r akalarim bor Samarqandda aka, men jimgina yuraman-da. Zo'r o'g'aylar bor, aka. Xudo xolasa hammasi chotki bo'lib, vatanga qaytib kelsangiz aytyapman-ku, bir o'tiramiz addusha. Nasib bo'lsa, xudo xolasa.
Siz endi mana oddoshda bir problemasini yechib bersangiz zo'r bo'ladida. Jigar Bo'ladi, uxlolmaydi. inshaalloh. Inshaalloh shu bugun quyosh kirgancha mana shuni hal qilamiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha bosamiz. Bitta chaqirib, yuzlashtirib, yuzma-yuzda gaplashtirsangiz bo'ladida, bir ikkalasi bir yuzma-yuz. Juda chiroyli bo'ladi. Yuzma-yuz gaplashsak juda chiroyli bo'lardi. Agar yuzma-yuz bo'lmasa ham-ku, telefon orqali uzr so'rataman. Telefonni ko'tarsa bo'ldi. Aka bu Qarshida ham uni tanish bilishlari bor, ko'p keladi Qarshi Qashqadaryoga ham. Bir ishongan odamlardan oldiga borsa, bu yoqda bir o'zi borsa, ikkalasi bir yuzma-yuz bo'lsa, bu yoq yuzma-yuz gaplashay deyapti-da telefondan ko'ra ham. Yo'q, Qashqadaryodan tanishi bo'lsa, mayli bir gaplashib so'rab ko'rsa, mana men o'zimni profilim, o'zimni rasmim, o'zim anonim turibdi, bir gaplashib so'rab ko'rsam, men bunday janjal qiladigan odam emasman. Bir prosta yuzma-yuz bir gaplashsak yaxshi bo'ladi ular. Yuzma-yuz qilaman deb va'da bermayman, atak harakat qilaman. Telefon orqali messenjer. Janjol qilmaydi, bir shu kunjalaxonani razmerini ko'rish qiladi. Janjol. Kaynağmış ya, Sunna. Janjol qilmaydi. Mana Sardor biladi, o'sha Sardorning yoniga ham turgan joyimdan 35 minutlarga yetib borganman. Kechada o'shanga ham. Shunda yarim kecha edi. Zalda edim. Urush qilmagan. Yo'q, bir ana tema bo'lib qoluvdi-ku. Ha, o temadan. Bu uzun balla borib oluvdi. Bilaman ha, esimda. Pavratdan qarab kelsalar ko'rib ketib qoluvdi. Ramlaga bitta telefon qilganingizga bir yarim soatga bormay yetib boruvdi shunga. Bilaman ha. O'zim bordim, odam borganim yo'q-ku. Bir o'zingiz keluvdingiz. Biza aka, men bunda TikTokda valdir-vuldir qilaman, hazil-huzul qilaman, aka ko'chada ham har balo qilib ko'rganmiz aka biza. Yaxshi odam emas, sizlar TikTokdan taniysizlar. Bu Sardor yaxshi bola emas. TikTokdagi Sardor yaxshi bo'ladi. TikTokda yaxshi, faqat battle o'ynaganiga anu bo'ladi-da. Aka bu battle o'ynagandagi azartlar-ku boshqa narsa. Aka kunda urush to'palang, kunda urush janjal, buyog'dan buyoqqa, aka yirtilmagan, sinmagan joy qolmagan. O'zi shunaqa bo'lishi kerak-da. Shunda kunda Birga urush bo'lib qolsak nimadir bo'ladi-da. Обязательно nimadir suvga kirilmasdi. Bitta ishkalsiz uyga kirilmasdi-da. Kunda janjal, sola-sol. Mana shunda mehr-oqibat zo'r bo'ladi-da jirolarning orasida. Bu Qarshidan, Arabxonadan bir ikkita akalar bilan salom aligimiz, gapimiz qochgan. Zalda oldida, shunday zaldan tushib turibdi, oldimdan bitta mashina, arqamdan bitta mashina shunday keldi. Bir 20 talabalar biz pantovilik qilib yopishib, hammasi bonagida yopishib, urib, lablarim, ko'zlarim tagi, qoshlarim yirtilib ketdi. 20 ta odam bilan bir o'zim urishyapman-da. Shunda telefon qildim, qayerdasizlar? Yulduzdaman. Uyingga kirib boraman. Seni unday qilamiz, seni bunday qilamiz. Shunda mashinani haydadim. Miya qisgan. Borsam bir 100-200 bola o'tiribdi. Stenkada hammasi yig'ilib. Mashinadan birozdan shunday tushib bordim. Shunday bitta yosh katta aka shunday chiqdi-da, "Ukajon, shuncha odamni ichiga shuncha urushgandan keyin ham birozdan kirib kelding. Senga birov teginsa onasini o'zi ko'tarib kesib keling. Birov teginmayki, bir piyola choyimizda ichib tan beravergan aka." Shunday bo'lish kerak deyapman-ku. Yigit shunday bo'lish kerak. O'ta aka, o'ta bespredel, o'ta dalbayob bo'lganman aka. Men ham 2014-yil Moskvaga ishlab yurardim. Telefon zapchaslari sotardik biza. Ba'zi ba'zi bir ikkita Ozarbayjonlar bilan tortishib qoldik.
bitta bo'ldi, ikkita bo'ldi, birdaniga bir 25 ta bo'lib ketdilar. Bizlar 3 kishi edik. Tepalashdik. Sol ketdi. Keyin travmatik pistolet bor-ku, travmatik. Shu bilan ko'ksimdan urdida, bittasi urdiki, ikkita yonimdagilar ko'rdi-yu uni. Pistoletini ko'rib qochdi, taylab qochib ketdi ikkitasi ham. Turdim endi. Hamma narsa borda endi, zapchaslar, telefon zapchaslari ham bor. Ikkita pichoqni oldim, men ham ketdim-da, Krisha ketgandan keyin. Ikkita pichoq hech narsa ko'zga ko'rinmaydi. Orqadan kelib ikkita pichoq sanchdi, otdilar, vahshiy maza qilishdi. Bir oymi, 2 oy больницаga yotib chiqib, zo'rg'a odam bo'lib mana qaytib keldik-da. Shu bilan Musofir shaharni ham yig'ishtirib qo'ydik. Shunaqa bo'ladi. Aka, unasini ham bu banagida gapirsak, mana pastdan aldaysan bir bola deb yozar odamlar. Ertakda Sardor Oddosh bularga ertak deb tegmalar. Ko'rmagan bilmaydi. Axborot bermaslik kerak, вообще bilmani qilmaslik kerak. Negativ ko'p. Berxavsiy siznami jigar? O'sha o'tirgan, o'zimiz o'tiradigan bir kunda ertalabigacha o'tirsa, bular kitob yozib chiqadi. Kitob yozib chiqadi, to'ppa-to'g'ri. Bilat, hech Mana esimdan shularga chiqmaydi. mana Sardor bizlarning gaplarimiz yoqmasa, nima qiladi bizlarning efirimizga kirib kuzatib? Ya, bular bilan ishim yo'q, prosta bularga ertak bo'ladi bu narsalar. Sardor Oddosh bor narsani gaplashamiz hozir. Ramzaga hamma joyim qon. Ertalab tong azon hamma joyim. Balate naqi kerak ishtema hozir yo bala. Eslasam jinni bo'laman-da. Hamma joyim qon. Shuni turibman, qo'lda mana olimni turganlar valdir jigar bu yoqda turibdi. Men aytayapman, onasini sizga bannisaga hayda jalap, salgina bir o'zimga kelib olay deb, ko'zimni bitta yumayapman, onasiga 3 kun uxlaganman. Bitta turib ko'zimni ochsam, doktor hamma joyim tikittaylagan, yopib tufayman. Bala pizdes kayf qilganmiz ada. Вообще pizdes kayf qilganmiz. Ahoyitinli kayf qilib o'rganmizda onasini sizga hech bala esda yo'q-da. Og'zi burundan chiqib ketgan ekanda kayfim. Aka boshimda u shartnoma bo'ldi-ku, shunday kayf qilamiz deyildi, shunday kayf qilindi prosta. Shunday kayf qilindi-da. Keyin moshinda ko'rsangiz, boyagi militsiyalar kelgan, gaylar kelgan, moshinga borib, moshinga rahmi kelyapti. Moshinda yarmi yo'q-da, moshinda yarmi yo'q bo'lib ketgan. Men aytayapman, onasi sizga bu temirni siskaman, meni bannisaga olib boringlar deyapman. Ko'zimda hamma joyimdan qon ketyapti-da, tinmay. Bannisaga bordim, bitta uxladim, bitta ko'zimni ochyapman, onasini qarasam, 3 kun sanadan 3 kun o'tib ketgan. Boshi qayerdan desa, boshi yotdi ekan, onasiga kirib ketgan. Bala hamma bola rasos chiqib ketgan. Beyag'lar bilan moshinni boya urib taylaganman. Urib taylagan moshinamning egasi bilan gurung qilgan bir bolalar bo'lgan. Bilat qancha chopuvdik? 40 kunmi? Bala urgan odamni vesi 215 kilo bilat. Xotinni qo'yib olganda o'rtaga yobbana biroq gaplashmaydi bilat. U xotini Sardor tanib qolgan. Bo'ldi, mana shu bilat shunaqa shantaj qiladi, yobbana biroq вообще jim bo'lmaydi. Ovozi o'chmaydi-da bilat. Ovozi o'chmaydi bilat. Aka yo'q bilat, 215 kilo bilat. Yo'q, gaplashmaydi aka. Undan qanday qutuldilar? Ipladi. Aka onasini ham qoqib taylaganman-da. Aka shunday oldimga kelganini qoqib taylaverganman-da. Bang. Ko'tingni qisdesa ham gavdasiga qiziqdi-da Sardor. Ko'tingni qisdesa ham borib akaga o'xshadi bilan. Militsiya bosib ketgan bilan, militsiya bosib ketgan gayi bilan pizdes bo'lyapti. Xotini va gung qilyapti bilan. Sardor udar sinash bilan ovora. O'zini sinab ko'ryapti. Shu holatga ham iloji bormi yo'qmi sinab ko'ryapti. Pizdes bo'lgan bilat, eslasam onangizga badallanib bijillaydi bor-ku. Hozirlar unday duxi yo'q lekin jigar. Ya bo'ladi. Uni tug'ma iloji yo'q. Ko'chayam tugadi. U tug'ma tentaylikda. Iloji yo'q. Agar hamma joy qonga botib ketgan, moshinda yarimi yo'q, narsa yo'q. Militsiyalar bu yoqdan bu yoqqa yugurib yuribdi, men boyagi ho'kizda akan quvla urib yuribman-da, bang. Bilat aka xotinni qo'shib olgan.
Xudoga gaplashmayman deydi aka. Xotini Sardor tanib qolgan. Billa vobshe gaplashmaydi akaga. Po'xo'y. Bu ham aylanib borib akaga yopishadi. Xotin bilan ishi yo'q. Uni biza xotinni ushlash bilan ovora, Sardor unga udar sinab ko'radi. Eng qo'yib qilgan tomonim ichganman, kayfim bor, biznes kayfim bor. Kelib turib og'zimga non proverkani tiqamadi. Ichganman, ol 01 ga bosib tayla, po'xo'y menga deyapman. Bu yoqqa kelib og'zimga proverka tiqaman deydi. Boyaga akani nimasi yoqmadi, Sardor? Aka xotinni qo'shgani yoqmadi. Xotinni qo'shib olgan aka, katta narsa aka, gapi bo'lsa men aytdim, shunda menga shantajlik qilmang aka dedim. Men dedim, hamma narsangni qilib beraman, hamma chotki qilib beraman. Nima problema bo'lgan bo'lsa, men kayfdaman, o'zimga kelib qilib beraman deyapti. Tushunmayapti-da, tushundingizmi? Vang qilib xotin yopishadi menga. Kino bo'lgan ekan o'zi ham. Pizdes bo'lgan aka. Unaqa maqsad, unaqa narsa yo'q. Biz naturi kayf qilganmiz. Mana bugun obedga boshlagan bo'lsa, bugun kun ertalab haqida gap bo'lyapti. O'sha ertalab o'sha voqeagacha biz naturi kayf qilganmiz-da. Hamma joyda shaharda aylanib kayf qilganmiz-da, tushunyapsizmi? Tushunarli. Aeroportda mosidan o'tyapti, ko'zim bitta yumildi, bitta ko'zimni ochsam, qarasam Beshkentda bonagi svetofordaman. Bitta chapga burishim kerak dedimda, shunda chapga qarab rulni shunday burdim. Moshin bir 50, 60, 70, 80 hali unday bir tezlikka chiqqanim yo'q. Baq deyapti-da. Kallam borib turib laboyga teyapti, laboy sinib ketyapti, rullar qiyshab ketyapti. Shuni tushib qarayapman, moshinning yarmi yo'q. Eng qizig'i men uyga qoldim, men Qarshiga qoldim. Bo'ldi, ketdim, oddosh dedi, ketdi, bilat 180 ta odam telefon qilyapti-da menga. Siz Sardorni yoniga edingiz, shunday bo'ldi, bilat topib bordim, ha? Ko'chada, katta ko'chada quvlab yuribman-da ana bu odamni. Pelat, vazir dalboya bo'lgan ekanman. Yo, banavrat. Endi eslasam uni endi qo'rqaman bilan undaylar. Sardor o'sha davrida. Davrida, ha, davrida. Mujik bor edi, mujiklar bor edi-da. Da. Ramz aka onasini emsin, bog'la kiygan oddiy, nimaga? Ikkalamiz Shohobon bor, yana Shohobon keldi. Men aytayapman, hech qanday gap yo'q. Men hechkina borib turib bir bansaga bir kiray deyapman. Qarasam og'zimga olib kelib proverka tiqadi. Buni skillar bir bolalar o'lchab yuribdi. Men aytdim, meni bansaga boringlar, ahvolni qaranglar deb. Mundayroq odam unda situatsiyada o'lib qoladi-da. Ha. Yo'q bo'lib ketgan hamma joy. Tushunyapsizmi? Qarang, pidaras, u tema berga gapirmaydi, bo'ldik hammasi. Ha, bo'ldi. Tamam. Bir esladik-da yoshlik jigar. Yaxshilikka bo'lgan kishi ham. Yaxshilikka bo'lgan oxiri zo'r, yaxshilik bilan tugagan, ha? Ha. Joni sog' bo'lsin. Meni uxlatmagan bu pidaras keyin. Meni umuman uxlatmagan. Voy, orasini yebsin. Eslasam bilat boshqacha bo'laveraman jigar. Yaxshi davrlar edi. O'zi. Bir kuni Shahod jigar biz o'tiribmiz. Men zalda edim. Qilib o'tirdim. Do'sa qayerqasan? Men zaldaman, tirnovka qilyapman, zalimdaman desam. Tez chiqib kelgan, shaharga tez chiqib kelgan deyapti. Nima deysan? Va keqan borsan bilat 01. Men aytdim, nima deyapsan? Moshada chiqarib dokument nima qiladi? Ana pidaras arzu degani bor edi-ku. Meni onamdan ketib qo'ydi. Hayda moshinni, tamom. Toshkent ketganmiz shu turish bilan jalab. Ishoning, men bitta shortkichada, futbolkachada Toshkentda yomg'ir yog'yapti ko'chada sharillatib. Biznes bo'lgan. Sardor, Voyga. Kaptarga qiziqasizmi siz ham? Kaptar boqganman, ha. Qarang. Mana kaptarchalar.
Bля, молодец. Mana Qiziqish kasbida. hozirgi qiziqish aka mana. Wow. Bu natura idorachiligi o Sardor. Bu yaxshi ish emas. O'sha hayotni bir marta qaytaramiz inshaalloh Dubayga. Nasıl? Kesiz. Siz ham ancha bosilib qolganga o'xshaysiz. Guringlardan sezyapman jigar. Ha. Xudo xolasa. Mana bu pidaroz uxlab qoldi-da, o'tamiz xudo xolasa. Mana. Qachonki shu borayotgan bo'lsalaringiz aytinglar, mana birga birlashib boramiz, xudo xolasa. Kelinglar aka, вообще vaqti ham zo'r. Mazza qilib yuribmiz. Boraman, xudo xolasa inshaalloh niyat bor. Kaptarlarni zo'rlari bormi deymanda? Bor, zo'rlari bor. Malades. Kaptar boqganman. Kaptar ham boqganman aka, dakan xo'roz ham boqganman. Har bola ilon ham boqganman aka. Har baloga qiziqib ko'rganman aka. Polni. Bizlar ham shu. Hozir u kuni shu Qarshidan bittasi bedana podarka qilib yubordi. 300 dollarga Vodiydan olgan ekan. İtalyanski beden. Ha, İtalyanski beden. Bedanani aka tuxumi zo'r bo'ladi, tuxumi. Bedana tuxumidan bir 10 ta 20 ta so'saz aka onasini ham miya qiziydi-da keyin. Bitta lekin zo'r sayra ekan. Bolalar podarka qilib yubordi. Vodiydan kelgan ekan, 350 dollarga oldim aka dedi. İtalyanski zo'r dedi. Olib borib boqing dedi. Ondash. Ha. Abdulshod aka Dubayga har oyda nima uchun keladi? Bu so'rang qani, nima uchun kelsin? So'ramayman bundan. Foydasi yo'qmi? Bundan so'rash foydasi yo'q. Bu miyasiga kelgan ishni qilib ko'radi bir marta, iloji yo'q. Ularni biz trolleybus quramiz deb yoqda kelsa. Yer ostidan o'zini tunnelini yaratamiz kelsa. Bilat o'zi ham onasini emzin, Dubayga shu oxirgi kelganida ham 3 kunmi 4 kun uxlamabmiz. O'tgan kelganda ham 3 kun 4 kun uxlamabmiz. Dubayga kelsa shu bayram boshlanadi, tamom. Bunga foydasi yo'q uni. Любойчasiga foydasi yo'q uni. Вообще stopi yo'q da bu yerda ham. Tavba qildim. Trolleybus kelib qoladi kelganlari ham. Brat, ana miyaga pirozagruska bo'lib qoldi-da, bir qarang qani bir javob berar telefoniga shu. Talab turganda. Ishonmaysiz, men bez prikol aytaman. Uyqu kelmaydi, o'lay agar. Вообще uyqu nima qochib. Ya uni hal qilamiz. Sardorjon uni hal qilamiz. Aytyapman-ku, telefon qilaman, shunda telefonni ko'tardim, mana shu yerga Agar bironta tanishlar yo'qmi, qo'shni telefon qilsangiz turg'izib gaplashasiz. Yo'q, o'zining nomeri bor, o'zining nomeriga telefon qilyapman, o'chirib qo'ygan. Bizni baxtli kunlarga ham 3 kun qoldi jigar. Kutyapman. Kun sanayapman, kun. Den Smitova Valentin bo'ladi-da. Yomon bo'ladi aka, ishoning. Qattiq bo'ladi o'zi ham. Yaxshi bo'lamas, desangizlar, ishonmaysizlar. Bu yaxshi bo'lamas. O'ta qattiq bo'ladi. Kun sanayapman, kun. Qachon kelar ekan o'sha kunlar. Borishga boraman, o'dosh keyin
man bilan birga qaytadi Sardor. 100% mana. Kim ishonadi? Man bilan birga qaytadi. Bizlar o'sha davrga bir marta qaytib, bir marta o'tiramiz, qaytadi ana shu bo'laman mana. Olib qaytaman deysizmi? Ha. Unday bo'lsa zo'r bo'ladi. Manga ishonmaysizmi shunga? Ya, sizga ishonmay bo'lamiz. Sizga ishonmay bo'lamiz. Birga qaytamiz xudo xolasa. Keling, любой payt keling. Xudo xolasa nasib bo'lsa, kelsangiz bir o'tirib, qaytib bo'lsa qaytib ham o'raveramiz qizim. 100% inshaalloh javob beraman, birga qaytadi shu bo'laman mana. Inshaalloh. Biza gaplashgan ekan biza Sardor. Ha, bilaman. Hech narsadan qaytadi, inshaalloh qaytadi. Hammasi shotki, u gap so'z. Prosta o'zini qaytgisi kelmayapti, yoqib qoldi. Buyog'i yoqib qoldi, to'g'risi. U konkretni anavi problema shu. Dubaydan qaytgisi kelmayapti hozir. Dubay yoqdi. Nima desangiz deng, biladi dedim. Buyog' tinchda. Uni halovat topdim deb bag'lashoning. Buyog' vaqti tinch. Birov bilan birovda ish yo'q-da. Oqtirib yurgan narsamni topdim deng Sardor. Shunday aka. Vaqti tinchda. Endi misol o'zimiz ham yaxshi, yomon emas. Sog'inadi. U o'tirishlar, o'g'aynilar, misol yomon odamlar bilan o'g'ayni bo'lmaganmizda, mana jigarlarni sog'inaman-da. Bilaman, qaytgisi kelmaganini. Men Dubayda ob-havosidan nafas olganman-da. Kelgansiz aytgandaysiz ham. Xuddi boraman, o'tiramiz ham inshaalloh, qaytamiz ham. Mana nomer esingizga mana shunga yurardik hozir men rasmga turganga. Bilaman. O'sha nomer mashina alishgan, o'sha nomer. Xudo xolasa xuddi o'shanday yana bitta yurib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Yangi mashina qanday mashina? Oddiygina mashina. Oddiy mashina. Men nomerda men ham siznikiga o'xshatib oldim, 070. Ko'rdim. Sardor. Chiroyli tushibdimi? Shotki. Yangisidan olib, xudo xolasa 001 qilamiz, yangisidan olib. Xudo xolasa. Bolalar, mayli dam olamiz. Sizlarga rahmat. Efirga ko'targanlar. Sardor, men podpiska bosib qo'yaman, ikkovlaringizga qabul qilinglar. Aloqaga chiqib turadi. Tamom aka. Gap yo'q. Men qabul qilib qo'ydim. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha, Sardor, qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka hammasi. Tamom aka. Mayli, sog' bo'linglar. Alloh rozi bo'lsin. Safarlaring xayrli bo'lsin. Men salomat bo'ling. Ondan shu Dilshodaga uxlab qoldimi deyman? Hozir deydi. Dilshod. Pidaraz yolg'on qilma, uxlamagan-ku-san. Uxladi-yu. Uxladimi deyman. Shu men bitta anavi qilishim kerak, yuzma-yuz ko'rishishim kerak-da. Men shuni aytdim men ham, telefonda bitta ketishmas. Yuzma-yuz telefondan kechirim, mayli kimnidir so'kib anavi bo'lar, lekin bitta yuzma-yuz ko'rsa juda chiroyli bo'ladi. Keyin Dubayga borsam bo'ladi-da. Tinch, bexavotir. Unday qilsak-a? Yurakka hech qanaqa g'ubor yo'q. Bemalol mana hech narsani o'ylamay mazza qilamiz, nimadir o'ylanmasda. Bo'ldi, bir kelsangiz xudo xolasa. Podgotovka qilib qo'yaman, onasini zilzila qilamiz yalam, Dubayda qimillatamiz. Gap ya. Вообще dahshat bu yerda hozir pagoda ham вообще zo'r. Kecha suvga chiqib, bir dengizda mana motosikl haydadim. Bugun nasib bo'lsa hozir ertalabdan turib, endi ustovosh qilmasam bo'lmaydi. Ustovosh qilishim kerak. Yetib tashladim batilga, hamma kiyimlarimni yetib tashladim. Kiyim olganim yo'q. Kiyim qolmadi?
Kiyim qolma 30 ta kiyim yirtdim, 20 ta kiyim yirtib tayladim biladi. Hozir kiyimlarim ham yo'q, kiyimlar olsam. 3 xil 4 xil kampirlik kiyimlar olsam, tayyorgarlik ko'rsam, hamma joyda sharoitini qilib qo'yganman. Shu bitta shu kiyinishim qoldi xolos. Bitta kiyimni qilib qo'ysam, endi keyin ikkinchi chislo kuni asta yengilgina. Endi bunday qimmatbaho Bugatti'da bo'lmasa ham bir Lamborghini'da aeroportga boray deyapman. Ikkinchi sizlarga tayyorgarlik. Ikkinchi chisloga tayyorgarlik. Yo'q, Mana bundan shuncha gap bo'lyapti, mana ko'rdinglarmi, bu yaxshi bo'lamas bu. Yomon yurar ekan Lamborghini. Bilat, bok o'kiradi, uni nemguri. Pizdes bilan. Gurr qiladi qarom. O'zbekistonga o'zimizga ham bor, kelish kerak faqat. Ya bo'ldi kelishdik-ku, men boraman javob, lekin birga qaytamiz inshaalloh. Nasib, xudo xolisa qaytaveramiz, farqi yo'q. Menga shu birov ketdik deyotgan odam kerak edi. Men aytaman, Bo'ldi. inshaalloh birga qaytamiz. Nasib bo'lsa, siz qachonlar kelasiz? Planni qilyapsiz, qachonlarga? Mana любой payt, mana boyagi bilan gaplashib olsa, mana bu bilan chiqib ketaveramiz. Buni ham uyi yo'q, ketaveradi bu. Ha, buyaq shunday, boryapman Sardor deydi, bir 4 soat o'tgandan keyin paydo bo'ladi birdan. Ha, uyqudan tursa bo'ldi. Bitta turg'izib olishimiz kerak deb ham uxlab qoldi bilan. Disha. Uxlayotibdi. Uxladi. Uxlab qoldi buyaq. Buyaq ham uxlasin biladi, vobshe uxlamagan. Shunday. Vobshe uxlamagan. 3 kun keldi, 3 kunmi, 4 kun turdilar, 4 kun ham uxlamadi. Bilad dedim. Uxlaysizmi siz o'zi yo'qmi desam, yo'q deydi, uxlamayman. Vobshe uxlamaganda. Ko'p narsani o'ylaydi bu. O'ylov ko'pda buyaqda. Bizga poq qo'y. Men hozir turdim, boya turdim. Shu kostiga chiqishdan oldin bir 5 minut oldin uyg'ondim. Xohlaganimda uxlayaveraman, farqi yo'q menga. Men ham sluchayni kelib qoldim, ko'chaga edim, shunday kirdim. Bitta qaray deb shunday kirdim, bu efir qilib gaplashib turgan ekanda, shunday chiqdim, bilet chiqqandan ana otib tayladi. So'kdimi bilad bedaras. Ya bunga aytyapti, sani ham buni ham ko'tdingiz, balon qilaman, unday deyapti. Men atvetam qaytarman, bo'pti, xo'p, mayli. Inshaalloh ko'rishamiz dedim, senga boshqa gapim yo'q dedim. Biz 100% ko'rishamiz, shunga uverim bu dedim. Kichkinagina hammani so'kib o'rganib qolgan prosta Sardor. Mana chiqadi, so'kadi, kimdir indamaydi, o'sha narsaga o'rganib qolgan. U telefonini o'chirib olgani sababim bilaman. U Qashqadaryo dedi, Koson dedi, choyxona dedi, o'sha yoqqa bratim bor dedi. Hozir chaqiraman, hozir gaplashamiz sen bilan dedi. Menga tushib ketdi. U qaytib chiqib keldida, keyin men sizni so'kmadim, buni so'kdim deb qoldi-da. U kim bilandir gaplashdi bizada. Sizni so'ragan u, pamoymi? Ha, u shunday ketdi-da, qaytib keldi-da, yana nimadir dedi-da, so'kmadim, unday deb, yana sizni so'kmadim deyapti. Kim men gapirgan bo'lsa so'kdim deyapti. Sizga tegishli emas deyapti. Lekin prям meni so'kdi-da chiqib. Oddash uni doktorima o'zim davolab qo'yaman. Bitta yuzmangiz ko'rsa, meni bilasiz, men hech kimni qo'limda uchun ham tegizmayman. Da. U keladi, gaplashtiraman men ham. TikTokka efir qilgan paytim ulanib qolsa aytaman, bir gaplash deyman. Bu 2 soat oldin Telegramda onlayn bo'lgan. Bu pamoyim uxlamagan bu hali ham. Bu masada o'tirganimdir, uxlamagan. Telefonni o'chirib qo'ygan bo'lsa, nomerini boshqa akkauntdan kirib eshitib o'tiribdi hozir mana shu yerda.
chunki boyagi bolani ham mana bu aka chiqdi o'zi gaplashdik yerda olib keldida beg ostiga chiqib biza gaplashib o'tirgan paytimiz u yozdida u pastdan u san bilan gaplashadigan odam keldi mana gaplashasanmi deb yozdi beg уже man bilan gaplashyaptida 1 minut fikri o'zgaryaptiku u qochib ketdi. Tamam. Men aytdim men boraman Samarqandga ekan beg men boraman beg bilan ko'rishamiz o'tiramiz ki deb o'ziga ham u mayli gapiradigan gap emas. Ular inshaalloh ko'rishamiz. Ana undan telefon qilaman birga gaplashamiz. Telegramimiz o'sha nomerda yuribsizmi? Ha, o'sha nomerda. Sizga yozib qo'yaman. Bilate Telegramga ham kirgilay yo'q, yopdi qo'yaman. Kirdim. 872 ta SMS kelibdi, yopdi qo'yaman kechadan beri. Qaysi birini o'qib chiqish kerak bo'lar, kim biladi. Sizda qanday topaman? Bormi endi kontaktim sizda? Bir sekund. Menga yozingda siz. Men sizni birdan topib olmasam, buncha odam ichini topib olmaydi. Brad Pittga ham buncha SMS kelmasa kerak. Bir uxlab tursam shuncha SMS kelib deyapti. Yozdim. Ha, mana. Sardor Attashni yozib qo'ygan ekanman. Bo'ldi jigar, mana. Gurunglashovuz bo'lmasin. Beg'am endi uxlasin, efirda uxlaydi endi, o'chirmaydi beg. Uxlasin, gurunglashamiz. Jigar. Men bir ikkita ditkachalar bor, o'tayib Kostisda suhbatdan bo'layotgan somsachalar. Nima so'z ekan, kirmaganman. 2 kun bo'ldi TikTokka. Bo'ldi gaping. Mayli, jigar gaplashamiz. Salom ayting yaqinlarga. Xo'p, tinch bo'layman. Bo'pti.